inson borki, bu dunyoga kelarkan uning orqasidan duo qiladigan farzandi bo'lishligi, farzand uning haqqida doimo yaxshi gaplarni olib kelib berishligini orzu qiladi. Lekin farzand berishlik bu Allohning irodasi. Allah Qur'oni Karimda aytadiki, "Estaizu billah, yahabu liman yasha'u inatha va yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha va yaj'alu man yasha'u aqima" deydi. Alloh xohlagan kishiga qiz farzand hiba qiladi. Ya'ni xohlagan kishiga qiz beradi, xohlaganga o'g'il beradi. Xohlaganga qiz va o'g'illarni aralashtirib beradi. Xohlaganda befarzand, bepusht qiladi deydi. Ushbu oyatda oldida, qudrati oldida insoniyat borki ojizmiz azizlar. Alloh xohlagan kishiga farzand berar ekan, xohlasa qiz berar ekan, o'g'il berar ekan, bermasa iloji yo'q. Bu faqat Allohning ishi. Bizning vazifamiz Allohdan so'rab, duo qilib farzand umidida turmoqligimiz. Endi mana shu farzand berilsa-yu, bu farzandni ne'mat o'laroq qabul qilgan ota-ona uni tarbiyasiga e'tibor bermasa, uni uchun orqasidan qoladigan farzandni duo qilishlikka muvofiq qilib tarbiya qilmasa, u insonda farzanddan kutgan natijasi bo'lmaydi. Farzanddan kutishligimiz bo'lgan eng katta narsa ham o'zi mana shu. Chunki Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, inson olamdan o'tsa, uni amal daftari berkilib qoladi. Yopiladi, hech qanday savob yozilmaydi. Magaram 3 toifa odamniki deb ko'p qaytaramiz. Sadaqai joriya qilgan, ilm qoldirgan yoki solih farzand qoldirgan odam. Agar farzandi uni haqqiga duo qilib tursa. Agar farzand bizni haqqimizga duo qilib tursa, o'tib ketgandan keyin biz hayot bo'lib turgandek savob yozilar ekan, gunohimizni kechirib turar ekan. Farzand ko'rishdan maqsad shuda o'zi azizlar. Endi o'tirganlar o'zimizga savol berishimiz kerak. O'zi qachon duo qilyapmiz ota-onamizni haqqiga? Bizi farzandlarimiz haqqimizga duo qilishligini orzu qilganlar o'zimiz oldin qanchalik duo qilyapmiz? Bir xilgilar aytadi, "Domla, men doim duo qilaman. Haftada 2 marta duo qilaman. Payshanba kuni uyda osh qilib o'tirib oilam bilan duo qilaman. Alloh duolaringizni qabul qilsin." Lekin otangiz sizning haqqingizda 24 soat duoda bo'lganda, onangiz kecha kunduz duoda bo'lgan. Ota bo'lib bilyapmiz, mana bu yerda otaxonlar o'tiribdi, umallar uzoq bo'lsin. O'ylab qarasak, azizlar, ota-ona bo'lgandan keyin o'zingizni haqqingizga duo qilmay qo'yasiz ekanda. Nima bo'lsa bolaga so'rar ekan. Bolam baxtli bo'lsin, bola orqali so'rar ekan. Lekin ba'zan farzand esdan chiqarib qo'yar ekan. Jonlantirish bo'limida ishlaydigan tanishim bor. Bir hojim bor, yaxshi doktor, reanimatsiya bo'limida ishlaydi. Shu bir kuni juda ta'sirlanib, ko'zda yosh bilan aytib beryapti. "Qarang domla" deydi. Bir insonni bolasi kasal bo'lib reanimatsiyaga tushib qolsa, haligi odam hech narsa yordam bera olmaydi. Kirgizmaymiz, ota-ona tashqarida turadi. Qo'ymaymiz deydi. Chiqib, "Aka, mana telefonim bor. Siz borib damda oling. Bir narsa bo'lsa telefon qiling." "Yo'q" deydi, "o'sha betonda yotadi" deydi. "U yerda mumkin emas" deysiz, chiqib tashqarida o'sha skameykada yotadi deydi. "Yerda yotadi, lekin ketmaydi" deydi. Ammo ota-ona tushib qolsa, ba'zi farzandlar kelib telefonini berib, "Aka, gap so'z bo'lsa telefon qilasiz, va turishim foydasi yo'q ekan" deb ketadi, "Yig'layman" deydi. Farzand ko'rishdan maqsad nima edi o'zi azizlar? Farzandimiz orqamizdan duoda bo'lsin. Qiyin mahalda yelkadoshimiz bo'lsin. Shuning uchun biz ota-onaning haqqi haqida gapiryapmiz, ota-onaga hurmatini haqida gapiryapmiz. U ota-onani hurmat qilishlikka loyiq qilib tarbiya qilyapmizmi degan savolni ham beraylik bugun. Bo'lajak farzand uchun nimalar qilish kerak? O'zi farzandga tarbiya boshlashlik azizlar, u bolani tug'ilmasdan turib boshlanadi-da. Qiziq, qarang, bola dunyoga kelmasdan turib uni tarbiyasi bilan qanaqa qilib boshlash mumkin? Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'rgatdilar. Aytdilarki, "Takhayyaru linutfikum, takhayyaru linutfikum fankihul akfa" dedilar.
imom ibn Moja rivoyat qilgan Oysha onamizdan bu hadis. Rasulimiz alayhisalom aytibdilarki, sizlar o'z nutfangiz uchun munosib jufti halolni tanlanglar va o'zingizga munosablariga nikohlaninglar dedi. Nutf bu o'sha ota urug'i. Mana shunga munosib bo'lgan ona tanlanglar deyapti-da. Yoshlarimiz bunga e'tibor berish kerak. Bugun yoshlar umr yo'ldosh tanlashlikda o'zini me'yorini yaratib olgan. O'zini o'lchovini yaratib olgan. Mana shu o'lchoviga to'g'ri kelsa uni xotin qilib olaman deydi. Eng birinchi o'lchov uni qaddi qomati, go'zalligi. Ikkinchisi kimi qizligi. Chiroyli bo'lsin. Endi hozir u chiroyligi ham ikkinchiga tushib qoldi. Endi boyda qizi bo'lsin hozir. Hozir bolalar bilan gaplashsangiz, yoshlar aytibdi, "Mayli, endi chiroy ishtima emas endi." deyapti. Kattaroq, boyroq odamda, amaldorroq odamda qizi bo'lsin. Birinchi nimaga chiqarib qo'yishdi. Chiroy, qaddi qomat bir kun bukiladi azizlar. Hammaman degan hurliq odam bu chiroy ketadi. Nasab otasida qoladi, boylik ham otasida qoladi. Lekin qiz o'zi bilan birga olib keladigan narsasi uni diyonati. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ayol tanlashlikka maslahat berib sahobalarga aytdilarki, ayollar odatda chiroyi uchun, nasabi uchun, moli davlati uchun, diyonati uchun tanlanadi. Sen diyonatligini tanlagin. Menda bir kuni bir voqea bo'ldi ajibda. Kitoblarda ham har xil narsa yoziladi. Kutubxonamda kirsam anchadan beri bir kitob ko'zimga ko'rib ochmayotgan ekanman. Kitobni ochib qarasam, bu ancha eski kitoblardan edi. U dadamdan qolgan kitoblar, eski qadimiy kitoblardan edi. Bir chekkadan o'qisam juda yaxshi rivoyatlar, hikoyatlar bor ekan. Bir joyda o'qib qoldim. Bir deydi, Marv degan shaharda qozisi o'g'lini uylamoqchi bo'ldi. Marvning qozisi o'g'lini uylamoqchi bo'lib, undan bundan maslahat so'rabdi ekan, qanaqa qiz olay, nima deysizlar? Undan maslahat so'rayapti ekan, bundan maslahat. Oxiri keyin hammadan so'rab o'tirib, bir kuni o'tiribdi-da, uni bir devor qo'shnisi majusi ekan, o'tga sig'inadigan otashparast ekan. Keyin mana shundan bir maslahat so'raychi debdi. Haligini chaqirib, "Men o'g'limni uylamoqchiman. Qanaqa kelin olay, nima deysan?" debdi. Haligi hayron bo'lib, "Qiziq-ku, siz qozi bo'lsangiz, islom qozisi bo'lsangiz, men otashparast bo'lsam, mendan so'rayapsizmi? Men seni diningdan so'ramayapman, aqlingdan so'rayapman. Aqlingga tayanib biror narsa ayt" debdi. Xuddi shu joyiga kelganda biz ham shoshilib ketamizda, bandamizda. Men kitobni yopib qo'ydim. Qanaqa bu majusiydan ham so'raydimi? Yordam tavba qilib, qozi bo'lsa, kitobga ham yozilaverar ekanda deb tiqib qo'ydim narsani-da, o'qimadim shu yerdan. Oradan bir hafta, 2 hafta o'tib kutubxonamga kirib o'tirib, yana o'shanga ko'zim tushib qoldi o'sha kitobga-da. Keyin o'zimni qilgan ishimdan uyaldim. Men aytdimki, men beodoblik qilib qo'ydim. Axir buni yozgan odam mendan 1000 chandon olim bo'lsa, bu kitob necha yillardan beri o'qilib kelayotgan bo'lsa, men shuni oxirigacha o'qimasdan o'zimcha xulosa qildim. Alloh meni kechirsin. Shoshilamizda beodoblik bo'ladi-da. Haligini qaytib oldim, qarasam o'sha xatcho'p ichida turibdi. O'sha joydan yana o'qidimda, o'tgan safar o'qimaganligimdan afsuslandim. U haqiqatda kitobga yoziladigan gapni gapirib qo'ygan ekan hali otashparast. Javobini qarang, qoziga aytgan javobini. Qoziga qarab aytibki, "Ha, bo'pti, mayli, bo'lmasa men javob beray" debdi. Raisur Rum Qaysar. Rumning boshlig'i Qaysar. Ya'ni Rumlarning podshosini Qaysar deydi, Misrliklar Firavun deydi, Erondikini Kisro deydi, bilasizlar. Rumning podshohi Qaysar biror bir ayolga uylanmoqchi bo'lsa, faqat boylarini topib uylangan ekan. Badavlat odamlarning qiziga uylangan ekan. Bolalarini ham shunaqaga taklif bergan ekan. Raisuna Kisro bizning raisimiz deyapti otashparast. Bizning, ya'ni otashparastlarni, butparastlarni, o'tga sig'inadiganlarning raisi faqat go'zalini topib uylangan. Tavsiyani beryapti mana. Rum qaysari boyga uylangan, bizniki go'zaliga uylangan. Va raisukum Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Sizlarning raisingiz Muhammad alayhisalom
diyonatligiga uylangan. Uchalasidan qaysi birini o'zingni raising deb bilsang, o'shinikini qilaverasan-da, so'ramasdan degan ekan. Qarang otashparast javobni. Haqiqatda kim bizni raisimiz? Kim bizni yo'l boshchimiz? Rasulimiz alayhisolatu vassalam. U zot bizga nimani tavsiya berdilar? Diyonatligiga uylanishdi. Agar diyonatligiga uylansa baxtli bo'ladi. Chunki diyonatli qiz erini haqqidan qo'rqadi. Diyonatli qiz erini hurmat qiladi. Diyonatli kuyov, diyonatli kelin topishlikka harakat qilish kerak azizlar. Kelinga ham, kuyovga ham e'tiborli bo'lish kerak. Ana shundagina biz jufti halolni yaxshisini topgan bo'lamiz va dunyoga kelajak zurriyotimizga tayyorgarlikni boshlagan bo'lamiz. Julaybib degan bir sahoba bo'lganda, Julaybib degan sahoba bo'lgan radhiyallohu anhu, Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Endi juda go'zal bo'lmaganda, Rasulimiz alayhisalom haligim bilan ko'rishsa yaxshi ko'rar ekanlar-da. Rasulimiz daryo bilan salovat va salomlar bo'lsin u zotga. Haligini erkalatib, Julaybib uylanmaysanmi deb qo'yar ekan. Uylanmaysanmi desa, u xijolat bo'lib, menga kim qiz berar edi? Qiz bermas ekanda, endi xunukka bermaydi-da. Har ko'rishganda payg'ambarimiz alayhisalom uylanmaysanmi deb qo'yar ekan haliginga. Bir kuni payg'ambarimiz alayhisalom bor hali odamni uyini taqillatsa chiqibdi, juda chiroyli odam, kelishgan odam, oq rangli odam, endi uni oilasi ham shunaqa bo'ladi, qizi ham go'zal. Xuddi shu muloqot, xuddi shu dialogni o'zimizni qizimiz bilan o'ylab ko'raylik-da, hozir nima bo'lar edi? Agar aytsak hozir qizimizga, bittasi kelib qirib bir xunibda seni bermadim desa, qiz peshonangizdan o'pib rahmat otajon deydi. Meni yaxshi ko'radi otam deydi. Tabiiyda bu. Sahobiylar unaqa bo'lmaganda, hali qizi hayron bo'pti-da, "Iya, siz nima dedingiz otajon?" "Ha, men yo'q dedim." Subhanalloh. Sahobiya qizni javobini qarang. Qiz otasiga qarab, "Otajon, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taklif qilgan yigitga yo'q degani Allohdan qo'rqmadingizmi?" debdi. Rasululloh aytgan odamga yo'q degani Allohdan qo'rqmadingizmi? Siz uni tashqi ko'rinishiga qaragansiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni qalbiga qaragan, siratiga qaragan. Men unga tegishga roziman dedi. Qarangki, mana shunday bir qiz tarbiya qilinganda, chunki jufti halol tanlashlikda diyonatini keyinchalik urushda o'sha shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalom sahobalardan kim olamdan o'tdi desa, hammani aytaverdi. Oxiri Julaybib qani topib oldiga borib, haligini oldiga borib boshini ushab, "Sen mendansan, men sendanman" deganlarda Rasululloh alayhisalom unga. Shunaqa zotga turmushga chiqdi. Jufti halol tanlashligini qarang. Lekin afsuski biz bugun jufti halolni tanlashlikda juda e'tiborsiz bo'lganligimiz natijasida bolalarimizni tarbiyasi ham ta'sirli bo'ladi. Shuning uchun bugun hammamiz aytishimiz kerak. Eng birinchi mana bola tarbiyasi haqida, bola tug'ilmasdan turib bo'lgan ishlarni aytilyapti. Jufti halol tanlash azizlar. Yaxshi jufti halol tanlash. Ikkinchisi, bolalar, yigitlarimiz uylanganda, qizlarimiz turmush qurganda azizlar, shariatda ozgina bo'lsa ham bilish kerak. Bitta narsa bor, men uzr so'rab aytaman, kattalar o'tiribsizlar. Meni tajribamda shu narsa ko'p bo'lyapti, ko'pchilik shuni bilmayapti-da, mulohaza qilmayapti. Bizga keladi-da, domla deydi, "Men to'y qilmoqchiman" deydi. Xo'p, Alloh baxtli qilsin. Shu kelib bir amr ma'ruf qilib, "Qachon qilasiz?" "Siz aytgan kuni" deydi. Bu hurmat, rahmat. Yoki bo'lmasa to'yxonaga boradi. "To'yxonada to'y qilmoqchiman. Qachon qilamiz?" "To'yxona mana kuni bo'sh bo'lsa, mana shu kuni qilamiz." Bo'ldi, shu kuni qilamiz. To'ydi yo yigit tomon, yo qizni otasi, yo qizni kuyovning otasi belgilab yuribdi. To'yxona qilyapti, oshpaz qilyapti. Lekin hech kim qizdan so'ramayapti. Nima uchun birinchi kunida pok bo'lib namoz o'qiydigan bola kirmaslik kerak chimildiqqa? Kim e'tibor qilyapti? Xo'p, yigitlarimiz mana shu ilmni biladimi? Oqligi nima uni? Qachon halol bo'ladi? Qanday qilsa durust bo'lmaydi? Kim o'qigan buni? Nima uchun e'tibor qilinmaydi? Aslida pok holatda kirsa, qo'pol qilib aytsak, diskomfort bo'lmasdan kirish kerakmi? O'sha birinchi kuni, birinchi kechada pok bo'lib ikkalalari namoz o'qib Xudodan so'raydigan bo'lsa, qanday ham yaxshi. Lekin hech kim so'ramaydi u bechora qizdan. O'zimiz hal qilaveramiz. Shuning uchun eng birinchi turmush qurishdan oldin ikkalalari g'usulni, tahoratni bilsin azizlar. Yuzlab, minglab qizlarimiz
g'usulda oxirigacha bilmasdan turmushga chiqyapti. Lak qo'yib olsa, lak suv o'tkazmasa g'usul bo'lmaydi deb aytyapmiz, lekin qilyapti. G'usulni bilmasa, junub holatda yashab yursa, qanday keyin u bolaga chiroyli tarbiya beradi? Mana bu masalalar muhim masalalar azizlar, oila qurishlikda bolaning tarbiyasi uchun. Ana undan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'rgatdilarki, muomalada agar sizlardan birortangiz o'z ayoliga muomala qilmoqchi bo'lsa, Bismillahi Allohumma jannibna shaytona va jannibish shaytona ma razaqtana deb duo qilib kirsin dedilar. Bismillah bilan. Kattalar biladi, haligi juda beodob bola bo'lsa, bismillahmisan deb so'kib qo'yishar edi. Bismillah bilan bo'lsa, o'sha kirishda, uyiga kirishlikda doim o'zi shu duoda aytib kirish kerak azizlar. Ko'rpaga yotayotganda doim shu duoda aytib yotaverish kerak. Allohim bismillah deb Allohning nomi bilan yotaman. Alloh bizni shaytondan uzoq qilgin va bizni rizqlantiradiganingni ham shaytondan uzoq qilgin deydi-da. Mana bu duo. Uchinchi qoida bolani tarbiyasida kerak bo'ladigani azizlar, homilador bo'lgan onaga haloldan yedirish. Muhim bu ham azizlar, o'ta muhim masala. Chunki Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, la yarbu lahm nabata min suhtin illa kanat an-naru awla bihi dedilar. Qaysi go'sht haromdan ulg'aysa, jahannamga kirishiga loyiq bo'ladi dedilar hadisda. Qarang, bu Imom Termiziy rivoyat qilgan ekan bu hadisni. Qaysi bir go'shiki haromdan katta bo'lsa, u jahannamga kirishga loyiq bo'lib qoladi. Bola homila holatida turganda onani yaxshi halol yegizishga harakat qilish kerak. Bir yurtning qozisi qizini eng taqvodor odamga beraman debdi. Odamlarga aytibdi, menga shunday bir taqvodor odam topinglarki, halol bo'lsin. Maqsadim o'g'lim yo'q, shu bitta qizim bor, shu qizimdan bir yaxshi zurriyot dunyoga kelsin, olim bo'lsin, qori bo'lsin. Hamma izlabdi. Oxiri kelib aytibdiki, taqsir, sizni o'zingizni qo'lingizda xizmatkor qul bo'lib ishlaydigandan boshqa taqvodor topa olmadik. Shu ekan eng taqvodor. Mayli debdi. Shunaqa bo'lsa ham beraman, ozod qilaman, xizmatidan ham hammasidan qizimni beraman evaziga. Haliginga shunaqa degan ekan, rozi bo'pti, qizini nikohlab beribdi. Oradan bir necha kun o'tibdi-da, qiz sekin yig'lab onaga shikoyat qila boshlabdi. Onajon, mana xizmatkorga berdinglar, qulga berdinglar, rozi bo'ldim, mayli, lekin mana bir hafta 10 kun bo'ldi, mana oldimga kirmaydi kuyovinglar. O'tiribman alohida, u alohida. Nimam yo'qmadi, nima kamchiligim bor deb yig'labdi. Bu gap qozi janoblarga yetgandan keyin hayron bo'libdilar. Buni chaqirishim mana, qanaqa degan gap bu? Nima qilganingiz bu? Ha, sizni men qullikdan ozod qildim, shuncha qildim, qizimni berdim. Nima bunday qilyapsiz desa, qarab yigit javob bergan ekan. Nega menga qizingizni berdingiz? Ha, sizni taqvoli deb. Mana taqvoyim bilan nima ishingiz bor edi? Ha, taqvodordan yaxshi zurriyot dunyoga keladi. Yaxshi bir inson dunyoga keladi. Rahmat. Men ham shu niyatdaman. Siz qizingizni har xil narsa bilan boqqan ekansiz, mundoq qarasam, birovlar olib kelgan narsani ham berib qo'yavergan ekansiz, halol haromda ham yegizib qo'ygan ekansiz. Qizingiz bilan birga 40 kun roza tutamiz, nafl roza. Men peshona terim bilan boqib voy 40 kunda o'tkazgandan keyin qo'shilaman, keyin siz kutgan zurriyot dunyoga keladi. Yig'lagan ekan qozi. Tarixchilar aytadiki, shu oiladan kelgusida juda ko'p olimlar dunyoga kelgan ekan. Nima uchun? Chunki halol yegizyapti-da azizlar. Bola homilador bo'lib turgan mahalda o'sha ona homila holatida turgandan boshlab halol yegizish kerak. O'shin bilan o'sib ulg'aysin. Bola chaqa boqaman deb to'g'ri kelgan narsani yegizib qo'yayotganlar qancha hozir. Ha, bu bolalar ertaga qiyomatda Allohning oldida da'vo qiladi. Bolani boqish meni vazifam. Rizq Allohdan azizlar. Rizqni Alloh va'da qilgan. Rizqni berguvchi Alloh, biz o'shini halolini topib beraylik. Bizning vazifamiz. Mana bu narsa o'sha bolamiz tug'ilguncha bo'ladigan ishlar. Bola tug'ilgandan keyin qilinish kerak bo'lgan tarbiyaga ta'sir qiladigan ishlar ham bor. Birinchisi, bola tug'ilganda uning o'ng qulog'iga azon,
chap qulog'iga takbir ayttiramiz, bola tug'ilganda. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, Imom Abu Dovudda rivoyat qiladi, kimni bolasi tug'ilsa, uni o'ng qulog'iga azon aytilsa, chap qulog'iga iqomat aytilsa, ummu sibyonni zararidan saqlanadi degan. Ummu sibyon degan jin bor ekanda, u shu bolalarga zarar keltirar ekan. Mana shu qulog'iga azon iqomat aytsa, shundan saqlanar ekan. Lekin mana shunga ham e'tibor qilmaymiz-da azizlar. Shu azon iqomatga ham e'tibor qilaylik. Chiroyli aytaylik. O'zi umuman azonda aytishlikda juda ehtiyot bo'lish kerak. Uni har bir harflariga, shuning uchun bir yaxshi ahli fazilga ayttirtirib, uni haqqiga duolar olib, chiroyli ism qo'yib, ismni qo'yganda ham chiroyli ism qo'yish kerak. Eshitgan odam uni dinini, uni hamma yo'g'ini bilsin. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar-ki, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum va asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum dedilar. Imom Ahmad Abi Dardodan rivoyat qilingan hadisda aytayaptilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, qiyomat kuni siz o'zingizni va otangizni ismi bilan chaqirilasiz. Shuning uchun farzandlaringizga chiroyli ism qo'yinglar. O'sha ism bilan chaqirilar ekan qiyomatda. Shuning uchun bolamizga chiroyli ism qo'yaylik azizlar. Ism qo'yishlikda ota o'zini hissiyotini berilib ketib qo'ymasin. Masalan, aytaylik, sportchi bo'lsa, qaysidir birta sportchini millati ham boshqa, dini ham boshqa qo'yib yuboradi. Yo bitta rosa mashhur bo'lib ketgan artistni tanlab qo'yib yuboradi. Ism bolani tarbiyasiga ta'sir qiladi. Qolaversa qiyomatlik masala. Biz o'g'limizga, qizimizga beradigan sovg'alarning hammasi bu dunyoda qolib ketadi. Faqat ismni u dunyoga olib ketadi. Shuning uchun ismni qo'yishlikka e'tibor berish kerak. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda tarqayapti-ku, ko'rib hayron qolasiz. Maradona deydimi, Ronaldo deb qo'y, Messi deb qo'yibdi bitta badbaxt. Ijtimoiy tarmoqga jo'natdi, domla bunga nima deysiz? Men nima deyman endi bunga? Xudo hisob bersin, shunaqa ism qo'yadim. Qani buni musulmonligi, qani buni millati? Ertaga katta bo'lishi bor. Alloh nasib qilsa xalqning ichida yurishi bor. Qanday bo'ladi bu? O'zini o'tkuvchi havasini deb bolani taqdiri bilan o'ynash bo'ladi. Chiroyli ism qo'ysin. Bolani xulqiga ta'sir qilsin. Bolam senga manaqa ism qo'yganman, falonchilarni orzu qilib, falonchi sahoba, falonchi zotlar shunga yarasha bo'lgin desa bola tarbiyalanadi. Shuning uchun chiroyli ism qo'ymoqlik kerak. Tug'ilgandan keyingi qilinish kerak bo'lgan amallardan yana bittasi, ota imkoniyatiga qarab farzandiga aqiqa ham qilib berishligi kerak. Aqiqa, Rasululloh alayhisalom aytadilar-ki, ma'al g'ulami aqiqatun fa ahriqu anhu daman va amitu anhu al-adha dedilar. Ya'ni yangi tug'ilgan bolaga aqiqa qilish bordir, uning uchun qon chiqaring va undan nopoklikni ketkazing dedilar. Imom Buxoriyda keldi bu hadis. Mana shu aqiqa azizlar, bu o'zi sunnat amal. Bu sunnat. Aqa so'zdan olinganda bu aqiqa degani arab tilidagi aqa fe'lidan olingan. Fe'li o'zak aqa. Aqun degani kesmoq, qirqmoq degan. Shu bolani ota oq qilishligi ham shundan olingan. Otasi oq qilib yoribdi desa aq, ya'ni kesib yoribdi, ota bolalik rishtasini uzib yoribdi degan. Kesish, qirqish degan ma'noni beradi. Ba'zi ulamolar bolani sochini qirqishidan aqiqa olingan desa, ba'zilar qo'yni so'yishdan olingan deyiladi aqiqada. Endi buni o'sha 7-kunida yoki 14-kunida yoki 21-kunida mana Ibn Hokimda rivoyat qilgan ekan, aqiqa 7-kuni yoki 14-kuni yoki 21-kuni bo'lsin, bo'lmasa qachon qodir bo'lganda qilaversin debdi. Mana shu kunlarda qilish kerak. Lekin bu vojib emas azizlar, farz emas. Qarz olib qilinish kerak emas. O'zini qiynash kerak emas. Qodir bo'lsa, shu bitta qo'yni so'yishi o'sha bolani kelajagiga, iqtisodiga, oilaga ta'sir qilmasa marhamat qilsin. Bo'lmasa yaxshi boshqa tomoniga e'tibor qaratsin. Bizda bunga ham juda e'tibor kuchayib ketib qoladi-da, xuddi bid'at to'yga aylantirib, katta dabdabaga aylantirib yuboriladi. Bunaqa qilmaslik kerak, bu isrof. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bitta qo'y so'yinglar dedimi? Bitta qo'yni so'yib, uni kambag'allarga tarqatib, o'zi yeb, xuddi qurbonlikdaqa. Bo'ldi, mana shu narsani qilish kerak. Lekin qodir bo'lsa-yu qilmasa, o'sha sunnatni tark qilgan bo'ladi. Qodir bo'lsa qilsin. Lekin juda dabdababozlikka berilib,
Mana shu narsani qilmasa bo'lmas ekan degan narsalarni qilmaslik kerak. Yana bitta asosiy o'sha tug'ilganda bo'ladigan narsalardan biri tahnik. Tahnik degani bu azizlar o'sha bolani tanglayini ko'tarib qo'yishlik. Bola tug'ilganda tanglayini ko'taradi. Payg'ambarimiz alayhisalom shu ishni qilganlar. Xurmo mevasini chaynab, uni olib shuna tanglaylarni ko'tarib qo'yish bor. Bu ham bor sunnat mustahab amallarda. Lekin buni ham azizlar o'shini solih, fozil kishilarga, sunnatga muvofiq yuradigan, misvogini qiladigan, kalomidan boshqa narsa chiqmaydigan og'izdan shunaqalarga qildirish kerak-da. U nos chekorib, tishi sarg'ayib ketgan odam tahnik qilmaydi-da. Uni o'sha bir ahli fazil odamga qildirish kerak. Uni ham juda e'tibor bilan. Mana masalan, pandemiya davrida bizga olib kelganda men shaxsan unamadim. Birinchidan men o'zimni shu tahnik qilishga loyiq sanamadim. Men aytdim, "Yo'q, mendan ham ulug'roqqa qildiring, keyin qolaversa hozir pandemiya, kasallik mahalda bunaqa qilmaylik, ehtiyotini qilaylik." Bu narsani hisobga olish kerak. Lekin shu sunnat bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunday qilganlar sahobalar. Endi bu azizlar yuqoridagi aytilgan narsalar hammasi bir pasda tugaydi. Ozon aytish bo'lsin, aqiqa qilsin, lekin eng asosiy narsa bolani tarbiyasida. Ulardan tashqari tarbiya. Ya'ni o'sha bolani odob va axloqini chiroyli qilib tarbiya qilish. Rasulimiz alayhisalom aytadilar-ki, "Man hala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin" dedilar. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadis. Rasulimiz alayhisalom aytibdilar-ki, ota o'z bolasiga chiroyli odobdan ko'ra yaxshiroq narsani bera olmaydi, deyapti. Eng otani beradigan narsasi bolasiga chiroyli odob. Bolamizga odobiga qarashimiz kerak azizlar. Agar bolamiz odobli bo'lsa, axloqli bo'lsa, u bizning kelajagimiz. Ana shuning uchun eng birinchi ota-ona farzandiga mas'ul ekan, buni juda tarbiyasiga qarash kerak. Mana endi hozir oldimizda mana yozgi ta'til kunlari boshlanyapti. E'tibor berish kerak bolalarga. Juda ham mana shu har doim gapiryapmiz, gapirmay iloji yo'qda, o'zingizlar ham tan olib turibsizlar. Jamoat ham, xalqimiz ham shuni chorasini izlab topolmayapmiz. Bolalarimizni nima qilsak mana bu ijtimoiy tarmoqdan, TikTokdan tortib olamiz. To'g'ri, ba'zi birlar aytayapti, o'sha TikTokda yaxshi narsalarni qo'yishimiz kerak, targ'iblarni ham kuchaytirishimiz kerak toki o'shini ko'rsin deb. Lekin uni ichida, u botqoqning ichida boshqa narsa ham ketyapti-da. Kitobga o'rgatganimiz ma'qul. TikTokning ichidan yaxshisini top degandan ko'ra TikTokni qo'yib kitob o'qi. Yaxshi narsalar o'rgan deyishlik yaxshiroq. Bu meni fikrim, chunki baribir uni ichiga kirgandan keyin mana o'zingiz ham kirib ko'rib turibsiz, oradagi reklamasi ham bolamiz buzyapti-da. Ayniqsa o'sha eng tarbiyaviy narsalarni ko'rayotganda YouTube bo'lsin, boshqa bo'lsin, juda bema'ni narsalarning reklamasini qo'yib borar ekan. Shaytonda bu. Mana yoz kelyapti, endi voz keldi bolalarimizni nima qiladi? Yo PlayStationga kirib o'ynaydi, yo umrini butun mobaynida mana shu telefon bilan o'tkazib yuboradi. Shuning uchun mana shu paytda bolalarimizga nima qilyapti u? Nimani o'rganyapti, nimani o'qiyapti, nima ko'ryapti? Bu e'tibor qilmasak bo'lmaydigan masala bo'lib qoldi. Har xil o'sha uni ichida aytaylik, bolalarimiz fahshga boshlaydigan, buzuqlikka boshlaydigani bor, firqavozlikka boshlaydigani bor, tafriqaga, oqimga million xil xavf borda buni ichida. Shuning uchun bolalarimizga ehtimol o'sha diniy va dunyoviy ilmlarga e'tibor berishimiz kerak. Hammasini bir ilmli qilib o'rgatsak, orqamizdan qolayotgan bolamiz bizga rahmat olib beradigan bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar-ki, "Xayrukum man lam yatruk akhiratahu lid-dunyahu va la dunyahu li akhiratihi va lam yakun kalla alan-nas." Sizlarning eng yaxshingiz bu dunyosini deb oxiratini unutmagan, oxiratini deb bu dunyosini unutmagan va o'zgalarga marod keltirmaganidir dedi. Qarang, bu dunyoda ham, u dunyoda ishini ham qiladi. Bir xilgi yigitlarimiz bor, yosh yigitlar g'ayratchan, dunyosi ham yaxshi. Yaxshi tadbirkorlik ham qiladi, biznes ham qiladi, Allohni ham unutmaydi. Mana ismini aytmay, kecha bir yigitchamiz bir yaxshi insonni farzandi, o'ziga to'q,
Hamma yo'g'i yetarli. Kechqurun 11-12da kelib masjidlarimizni tozalab, toratxonamizni tozalab ketyapti yosh yigit. Na ismini aytyapti, na birovdan duo so'rayapti, indamasdan kelib qilyapti. O'sha Allohning uyini yig'ishtirib qo'yay, kibrim ketsin, Allohdan savob olay deb qilyapti. Lekin dunyosi ham bor. Dunyosini ham harakatini qilyapti. Oxiratda ham umidini qilyapti. Bu yaxshi narsa-da azizlar. Ikkilasini ham olib ketish kerak. Ham o'qitaylik, ham dunyoviy qilaylik, ham ilm o'rgataylik, ma'rifat o'rgataylik, Allohni tanitaylik, taqvolik qilaylik, kasb kamollik qilaylik. Lekin nima qilganda ham bolamizni o'qishiga, odobiga, axloqiga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu biz uchun eng muhim vazifalardan bittasi. Ayniqsa keyingi paytda men bir narsadan juda hayron bo'ldim. Sizlar ham ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu maktab o'quvchilari maktabda o'qituvchisini masxara qilib olib turib internetga tarqatyapti. O'qituvchiga beodoblik qilgan, o'qituvchini masxara qilganini oshkora olib beryapti. Agar ozgina o'qituvchi tanbeh berib qo'ysa, ota-ona borib bolasini emas, o'qituvchi bilan urishyapti. Lekin mana qanday degan narsa bu? Ustoz-ku. Imom Azam rahmatullohi alayhi Hammod degan zotni shogirdlari bo'lgan. U zot Imom Azam aytgan ekanlarki, ustozim Hammodni hurmatlari uchun u zotni uylari tomonga oyog'imni uzatmaganman. Holbuki u zotni uylari bilan mening uyim orasida 7 ta ko'cha bor edi degan ekan. Qarang. 7 ta ko'cha naryoqda ustozi bo'lsa, oyog'ini o'sha uzatmagan ekanlar Imom Azam rahmatullohi alayhi. Ha biz qanday degan gap bu? Ustoz-ku. Bir harf bo'lsa ham o'rgatgan ustoz bo'lib qoladi-ku. Bolalarimizga o'rgataylik. Biz yoshligimizda maktabimiz o'qituvchilarimiz, ta'lim ustozlarimiz bir ko'chadan o'tayotgan bo'lsa, o'zimizni to'g'rilab xijolat bo'lar edik. To'y to'rkunda ko'rib qolsak, ketib qolar edik, ustozim bor ekan shu yerda deb. Qani bu bolalarimiz nima uchun? Agar bugun ustoziga beodoblik qilayotgan bolaga indamasdan turgan ota ertaga o'zi ham bolasidan shu beodoblikni ko'radi. Agarki ota chaqirib, bolam bu seni ustozing, bunga beodoblik qilishliging shar'an gunoh bo'ladi desa, bola, ustozga shu munosabat demak, ota-onaga demak, bundan ham katta munosabat bo'lishi kerak. Ana shuning uchun bolalarimizni mana shu tomonlariga ham e'tibor berishimiz kerak.